Assalamualaikum aziz yurttaşlar. Mana bugün Urganch tumani G'ayov qishlog'ida Xiva yo'l tarafında joy o'rni sotiladi. 450 metr kvadrat. Şu joyning ham başı. Bag'imiz yine Xiva yo'l. Xiva yo'l ana ko'rinib turibdi. Zapravka G'ayov metanning to'g'risidan girib keldilar. Şu bag'imiz Damas yürüyden marşrut. Şuradan Damas yürüydü. Voyda joylashganning yan baş satıladı. Bag'imiz Begavat yo'li. Bundan Damas yürüyden ana Begavat yo'li. Xiva yo'li 200 metr. Barıcı ortalıkta joylashgan. 4 yo'lning aslında joylashgan joyini. Bahasına gelen ham bo'lsak 450 milliondan turibdi. Ko'chalari keng, oldinda 10 metr otizam bor. Keng ko'chada joylashgan. Hozir ko'rsatamiz yine otizlari. Mana shu zabor bo'lib turgan yer, karushdan zabor bo'lib turgan yer sotiladi. Ko'chasini ko'rib turibsizlar, keng ko'cha. Mana shu zabor. Enine 12,5 metr, uzunasiga 36 metr. Jami 450 kvadrat metr. Yaxshi yerda joylashgan. Gelip görüp gaplashib xarid etsangizlar bo'ladi. Ko'chalarni ko'rib turibsizlar, keng ulli ko'cha. Ondan Xiva yo'l yaqin, mer yaqin. Oldindan gösteramiz. Oldindan 10 metr yeri var. Ko'cha keng joylashgan. Uglovoyning yan başı. Yan başında bakça ham bor. Ko'chani ko'rib turibsizlar, keng ko'cha. Mana shu. Telefon nomerlerini kaldıramiz ekranda. Şu bilan bog'lanib bemalol xarid etsangizlar bo'ladi. 4 yo'lda joylashgan, ko'rib turganlaringizdek. Keng ko'cha. Gaz, svet, vodoprovoddan muammo yo'q. Gazi, sveti, vodoprovodi hamma narsasi bor, internet. Ana Begavat yo'li. Bruler korpusuna elde. Ekranda nömerler kaldıramiz. Bemalol telefon atıp gaplashib olaverasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.